Hammaga assalomu alaykum. Bugungi olib qolgan mashinamiz Cobalt. Sideniya splashnoy yuradi, polностью yuradi. Hamma detallar kraskalanadi. Kraskalamasa ham bo'lmaydi buni. Keyin endi paltabok paxu deb kelsa hamma yo'g'i klaylanadigan joy bitta, ikkita, uchta, to'rtta, o'zi kasal bor, to'rtta joy klaylanadi. Gilamcha toro ekan lekin. Parok hammasi kraskalanadi. Plastmassa. Sideniyani zavodga qilib chiqarib berish kerak. Mana tomoni gubka almashadi. O'zimda gubka bor edi. Singan o'sha bu. Ketib qolgan. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Salomat bo'linglar.